Bugungi o'tiladigan mavzumiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim vositalaridan foydalanish. Mavzu rejasi quyidagilardan iborat. Birinchisi, ko'rgazmalilik didaktik tamoyillari asosida. Ikkinchisi, zamonaviy ta'lim vositalarining turlari va tavsifi. Uchinchisi, ta'limda o'quv ishlab chiqarish vositalari. To'rtinchisi, ta'lim vositalarining rivojlanish istiqbollari. Beshinchisi, ta'lim vositalari tizimini shakllantirish texnologiyasi hamda ulardan majmuaviy foydalanish. Ta'lim vositalaridan foydalanishda ko'rgazmalilik didaktik tamoyili muhim o'rin tutadi. O'qituvchilar o'quvchilarga o'quv materialini bayon etishda didaktikaning eng muhim prinsiplaridan biri ko'rsatmalilik prinsipidan foydalanadilar. Didaktikada ko'rsatmalilik prinsipi konkret bilan abstraktning birligi to'g'risidagi qoida asosida ko'rib chiqiladi. Narsa yoki hodisaning aslini yoki tasvirini idrok etish inson uchun atrofdagi borliqni, biror haqiqatni bilishning dastlabki va eng oddiy akti hisoblanadi hamda o'rganilayotgan narsalar, jarayonlar, hodisalar to'g'risida aniq tasavvurlar va abstrakt tushunchalar hosil qilish uchun asos vazifasini o'taydi. Natural tabiiy obyektlar ikki guruhga bo'linadi. Jonli tabiat obyektlari, jonsiz tabiat obyektlari. Real ta'lim vositalariga o'qitishda qo'llaniladigan barcha real yordamchi vositalar, mashinalar, traktorlar, jihozlar, dastgohlar, tayyor mahsulotlar va hokazolarni kiritishimiz mumkin. Texnik vositalarga proyektor, kinoapparat, o'quv televideniyesi, videomagnitofon, kompyuter, videofilmlar, multimedia va hokazolar kiradi. Bundan tashqari sinf doskasi, stend, doska bloknot, kinokadoskop kabi texnik vositalarga kiradi. Chop etilgan o'quv materiallariga quyidagilar kiradi. Chop etilgan, o'tkazilgan barcha o'quv materiallari. Ikkinchisi, chop etilgan, o'tkazilgan barcha ko'rgazmali materiallarni kiritishimiz mumkin. Shu bilan o'tiladigan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi.